efirlarga chiqsam, televidenlarga chiqsam, endi meni ko'rgan odamlar gapirishadi-da. Ha, onangiz xursand bo'lsa kerak deydi-da endi qani bo'lganda deb qo'yaman. Ona tobiz qochmasin, dildan orom qochar ekan, uyimizda rayhonlar chanqab suvsiz qolar ekan. Ona tobiz qochmasin. Ona tobiz qochmasin, kapkul menga qolar ekan. Bemaza ovqatlarim faqat sizga yoqar ekan. Ona tobiz qochmasin, onajon tobiz qochmasin, menga qiyin bo'lar ekan. Kir ko'rmagan ko'ylagim kirxonada yotar ekan. Ona tobiz qochmasin, opam, singlim og'rib qolar ekan, ko'zlariga yosh olib, yoningizga yotib olar ekan. Ona tobiz qochmasin, onajon tobiz qochmasin, otam soqov bo'lar ekan. Siqilgandan sigaret ovqat bo'lib o'tar ekan. Maqtasam yuzlarim oy derdim. Ko'zlarini yulduzga tenglardim, o'xshashin osmondan izlardim. Yo oydan tushganmi onalar, yo oydan tushganmi ayollar. Gullar ham sochlar ayol deb, hislari sochlar ayol deb, dod erkaklar oslar ayol deb. Yo oydan tushganmi onalar, yo oydan tushganmi ayollar. Kimdir savol berdi, aytgin Muhammad, yolg'iz sen rasulsan, butkul olamga dod. Kimga yaxshilik qilay? Ota-onamgami yoki yoxud bolamga? Rasul javob berdi. Tingla so'zimni birodar, so'zlarimni ikki bora quloqqa ilgin. Dunyoda imkon topolsang faqat ota-onangga yaxshilik qil. Faqat. Ona tobiz qochmasin. Ona tobiz qochmasin, onajon tobiz qochmasin, menga qiyin bo'lar ekan. Kir ko'rmagan ko'ylaklarim kirxonada yotar ekan. Ona tobiz qochmasin, dushmanlarim kular ekan. Sizga bergan dardni Allohim menga bersa bo'lar.